shu uxlayotgandim. Voy, turib ketdim man. Tong ham otibdi-da. Yo'q, bilsangiz bola siz bilan men Jonier bola bugungi videoda bilmayman qanaqadir sarguzasht qilamiz demoqchi edim, lekin esimga tushdi. Bola orqamda anaqa bor, raketnik promni anaqa hakini bergan o'tgan videodagi. Bugungi videoda men quruvchi ustaga, ya'ni o'zim uyimni berganman. Ya'ni u remont qilib berish kerak. Unga remont emas, anaqa qilishga berganman. Nima edi? Himoyali buzib bo'lmaydigan qilishga tushunmadim nimani uyimni. Bilmadim, hozir hal qilamiz. Bola video boshlashdan like bosib buni qo'ydi. Bizlar boshladik. Tushunmadim, buni nima qilib qo'ydi? Yo'q-yo'q, buni bedrock taqib qo'yibdi. Nimaga bedrock taqib qo'ydi? To'xtaychi. Nimaga bedrock? Stolim qani meni? O'rnim. Nimaga o'rnim hamma bedrock taqib qo'ydi? Hozir bo'lmasam bolalar nomeri bor, men shu yerdan gaplashaman. Alo usta, nimaga bu yerlarni bedrock taqib qo'yding? Ha, Junior, masalan uyingda bedrock taqib qo'ydim, endi buzib bo'lmaydi. Qanaqasiga buzib bo'lmaydi? Bunaqa dabdala g'alati qilib qo'yibdi bola uyimni. Nimaga unaqa qilib qo'yding? Men bilmayman, buni buzaman. O'qira bo'lma, sen buzolmaysan. Hozir buzaman, borib yorib tashlayman hozir. Bola bo'lmasa buni hozir buzishga harakat qilib ko'ramiz. Bilmadim-ku, buni buzmaslik bo'lmaydi. Hamma bu uyda har xil narsalar ham bor-da va mana mamlakatda kuchli оружие, bunaqa super kirkam bor. Xo'p, endi buni buzishga harakat qilib ko'raman. Voy, uchib ketyapman. Men uchadigan munosabatim bor edi. Shuni olib tursak, bo'ldi. Buziladi hozir bolalar. Cho'ta bu buzilmayapti-ku. Nechomanda lazerli avtomat bor. Xo'p, bu juda ham kuchli avtomat. Buzilmayapti-ku bola. Endi buni nima qilaman? Qanday buzaman endi obunachilar? Yo'q, buni buzishning iloji bormi o'zi? Hacker? Jonior, qalaysan? Yaxshi. Hacker mana men uyimni ustaga himoyalashga beruvdim. Mana shu g'alati bedrock taqib qo'yibdi. Iltimos shuni orqasiga qaytarib ber. Bu narsa iloji bor. Faqat qaytarib beraman. Lekin sen bilan bitta narsaga kelishamiz. Qanaqa narsaga? Mana shu videoning layklarini 50 tadan oshirish va obunachilar sonini 500 tadan oshirib berishim kerak. Bo'ldi bo'lmasa, obunachilar like bosib buni boringlar. Hacker bizning uyimizni to'g'rilab berishi juda ham zarur ekan. Hacker bo'pti. Bo'lmasa shu videodan keyin ko'ramiz natijani. Agar yaxshi bo'lsa, zo'r bo'ladi. Agar unchalik eplolmasak, men senga juda ham og'ir challenge beraman. Bolalar, iltimos like bosib buni boringlar. Menga unaqa yomon challenge berishni xohlamaysizlar-ku, albatta. To'g'rimi obunachilar? Xo'p, bo'lmasam hacker orqaga qaytaraver, men roziman. Bo'ldi bo'lmasam, kodlarni yozaman, sen checking o'tib biroz davo olishing mumkin. Ozgincha vaqt ketadi. Bo'ldi bo'lmasam, hacker san qilib bo'lgunigacha men bitta biroz damo olaman. Xo'p, obunachilar hacker qilib beradi va biz videoni davom ettiramiz. Ungacha biroz uxlab olaman. Zapisni keyin davom. Zerikib ham ketdim. Qachon uyim tayyor bo'lar ekan? Uni balkim tayyor bo'lgandir. Hakkerning yoniga borib, mening uyim. Hacker, rahmat senga tayyor qilib berganing uchun. Ha, men va'damda turdim. Endi sen esa obunachilaringga ular ham va'dasida tursin. Albatta, obunachilar, men uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana men uyim, mana qo'shtiraylar, men uyim qaranglar. O'zindirma sinadi. Oppa, mana bola o'zim uyim. Obunachilar, men uyim orqaga qaytib, va nihoyat bu uy menikiligini bilmaganlar uchun bu meni uyim. Bolalar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bizning uyimiz o'ziga qaytdi. Hech narsalarcha ko'rmadim-ku, eshigim ochiq turibdi. Bolalar, bu yerdan ketinglar tezroq. Gap qo'yaveraylikchi. Mening meblarim, mening zo'rgina divonim va hammasi qaytibdi. Xo'p, bo'lmasam bolalar, sizlar nimaga video chiqmadi 2-3 kun desanglar, hamma mana shu narsada. Mana shu 2-3 kun davomida mana shu hacker qilgan va mana shu uyim remont tufayli kompyuter yoniga kelmayotgan edi. Endi kompyuter yoniga keldim, endi esa kontentlar davom etadi. Xo'p, bo'lmasam, bugungi video shu joyda tugaydi. Obunachilar, keyingi video uchun qo'shilsangiz sog' bo'lsangiz, tugadi.